Salom dardoshlar, sizlar bilan yana men Samandar Hajijonov va bugun ham va nihoyat sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Va bugun biz sizlar bilan birgalikda yana bir qiziqarli mavzuni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik tomonidan so'rov bo'lgan, biz bugun Apple Developer Account'da, ya'ni App Store'ga ilova chiqarish uchun kerak bo'ladigan Apple account'ni qanaqa qilib ochish, qanaqa qilib buni sotib olish va enrollment haqida gaplashamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin bitta narsani har doimgidek sizga eslatib o'tmoqchiman. Agar videoga haligacha like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying, izohlarda o'zingizning fikringizni, olumi, farqi yo'q kommentda nimadir yozib qoldiring va albatta ushbu videoni boshqa do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Bularning hammasi nima uchun kerak? Bizning loyihamizni qo'llab-quvvatlashingizga va albatta loyihamiz davom etishiga va tez-tez videolar chiqib turishiga menga yaxshigina motivatsiya bo'ladi. Xo'p, agarda loyihani so'mya yoki valyuta bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni donat qilmoqchi bo'lsangiz, pastda link qoldirganman. Bemalol tirikchilik sayti orqali bizani qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Agarda hammasini qilib bo'lgan bo'lsangiz, unaqa ko'p kuttirmasdan boshladik. Xo'p, qaranglar, videoni boshlashdan oldin kichkina bir e'lon aytib o'taman. Agarda sizlar mana shunaqa o'ragarchiliklarsiz, ya'ni akkaunt ochmasdan turib, ilovangizni Google Play yoki App Store'ga chiqarish niyatingiz bo'lsa, bizani UMG Group'ning servislariga murojaat qilsangiz bo'ladi. 100% ishonchli va hamyonbop, arzon narxlarda juda ham tez, ya'ni qisqa muddatda chiqarib berishadi. Buni eng sizga plus tomoni nimadaki, siz akkaunt ochishga majbur emassiz. Ya'ni bilasiz, Google Play uchun yillik yoki umuman $25 to'laysiz, App Store uchun esa yiliga $100 to'lab borishingiz kerak, ya'ni $99. Va uni akkaunt ochishni mashmashalari juda ham ko'p va undan tashqari hozir yangi akkaunt ochadigan bo'lsangiz, Google Play'da uni ham mashmashalari juda ham ko'p. Mana shunaqa bosh og'riqlarga tushmasdan turib, shunchaki arzon narxlarda ilovangizni App Store'ga yoki Google Play'ga chiqarish niyatingiz bo'lsa, UMG Group adminga mana shu havolaga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam beramiz. Все, shu edi. Endi esa videoni davom ettiramiz. Xo'p, umuman olganda bugun sizlar bilan biz birgalikda Apple Developer Account'ni ko'rib chiqamiz va nimaligini bilib, Xudo xohlasa, bugun siz bilan birgalikda ana o'shani qanaqa qilib sotib olishni ko'ramiz. Mana o'zim yaqinda sotib oldim mana shu akkauntni va juda ham ko'p bosh og'riqlari, dahmazalari bo'ldi albatta. Va o'shalar haqida gaplashamiz va o'shanda nima qilgan bo'lsam sizlarga to'g'ridan-to'g'ri simulyatsiya qilib ko'rsatib, oxiridagi buy knopkani bosishni sizlarga qoldiraman va qolgan hammasini o'rgatib o'tamiz. Xo'p, Apple Developer Account o'zi nima? Apple Developer Account bu Apple'ni dasturchilar uchun chiqargan platformasi va bunda siz o'zingizning ilovalaringizni App Store'ga chiqarishingiz uchun yoki umuman olganda test flightga chiqarishingiz uchun kerak bo'ladigan akkaunt hisoblanadi va uni yillik obuna narxi $99 hozircha. Xo'p, endi biz uning uchun nimalar qilamiz? Birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bizga Apple ID kerak bo'ladi. Men o'zim yangi Apple ID ochdim, o'zimning eski Apple ID'imni riskka qo'ygim kelmadi va undan tashqari alohida bo'lgani yaxshi deb hisobladim o'zimning umuman iCloud'im gulanib ketmasligi uchun. Xo'p, bizda qaranglar, ushbu amaliyotni yakunlash uchun bir nechta device'lar kerak bo'lishi mumkin. Chunki bitta device, bu videoni o'zi ikkinchi marta olishim. Chunki Apple'ning juda ham ko'p nosozliklari va videolar jarayonida serverlar ishlamay qolganligi sababli men videoni qaytadan olishga majbur bo'ldim va o'zim akkauntni sotib olayotgan paytimda ham menga ikkita device kerak bo'ldi. Birinchisi o'zim MacBook'im bo'lsa, ikkinchisi iPhone'im kerak bo'ldi. Busiz iloji bo'lgani yo'q, chunki Apple'da byurokratiya shunaqangi kuchliki, shunaqangi ko'pki, to'g'risi nima deyishni bilmaysiz. Xo'p, biz endi iCloud ochish, ya'ni Apple ID ochishni qaysidir veb-saytga, Apple'ning veb-saytiga ishonishimiz mumkin edi, lekin men buni xohlamadim. Chunki bir necha marta uni ko'rganim, sayt juda ham sekin ishlaydi, nosozliklar ko'p, server error beraveradi. Shuning uchun ham men o'zimizdan umuman settings qismimizdan ochishni tavsiya qilaman. Hop, video yozyapman. Ya'ni Apple'ning o'zining settings qismi bor. Mana system settingsga o'tamiz va shu yoqdan Apple ID qismiga o'tamiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bu o'tgan safar ochgan Apple ID, ya'ni yana hozir qaytadan ochamiz. Sign out bo'lsaman, keep copy kerak emas. Давайте. Continue. Va mana bu bizdan tug'ilgan oyimizni, sanamizni so'raydi. Men o'zimni tug'ilgan kunimni yozaman. Shundan kelib chiqib, Telegram kanalimga o'tgan holatda tug'ilgan kunimni tabriklab, tirikchilik saytida daxl qilishingiz mumkin. Xo'p, next'ni bosamiz.
bosamiz. Endi ochildi akkaunt. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Apple bilmadim, shame on you, sharmanda deyishimiz mumkin. Qanaqa qilib bitta knopka bosganimda ishlamagan narsa ikkinchi bosganimda ishlab ketishi mumkin? Или наоборот. To'g'risi, kecha mana shu hissiyotlarni men asabiy holatimda o'tkazdim. Bitta bosaman ishlamaydi, ikkinchi marta bosaman ishlab ketadi, или наоборот shunaqa holatlar. No, Apple'da bo'lib turadi, bilmadim. Aytmayman. Qaranglar, men kecha nima qildim? Ikkita device ishlatdim. Ya'ni Apple ID ochib olish uchun MacBookni ishlatdim. Qolgan qismlari, ya'ni kartalarimni qo'shib olishim uchun telefonni ishlatdim, iOS ishlatdim. Qulayligi uchun, lekin hozir sizlarga majburiy emas. Agar faqatgina MacBooklar bo'lsa, shu bilan davom ettirsanglar ham bo'ladi. Endi qaranglar. Biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, men bitta Media and Purchases ga kirib, men bitta account ichida manage degan knopkani ichida, скорее всего, mana shunda bo'lishi kerak. Kerak edi. Mana kerak. Manage payments qismiga o'tamiz va manage payments qismiga o'tasizlarda, mana shu ochilishini kutib, karta qo'shasizlar. Qaranglar, sizlarda sotib olish qismiga kelganida buy degan knopkani o'zi chiqadi va sizlardan hech qanaqa karta so'ramaydi yo'qda. Sizlar oldindan tayyor qilib qo'yib, mana shu o'zingizlarni App Store'larda, ya'ni mana bu App Store'ning ilova bor, to'g'rimi? Prosta masalan, yoqib tashlaymanda. Boyagi joydan kirmasdan turib, prosta App Store'daman. App Store account settingsga o'tib, mana shu yoqda hozir ko'rasizlar. Xuddi boyagi skin ochiladi. Manage payments ga o'tib, biz karta qo'shib olishimiz kerak. Nimaga? Chunki Apple o'zini mana shu to'lovchidan bilasizlar-ku, App Store'ning shunaqa funksiyasi bor, ya'ni to'lovlarni amalga oshirib beradi. Ya'ni любой ilovadan, masalan, Telegramdan Star sotib olmoqchi bo'lsangiz ham, через App Store sotib olasiz. Что bu subscription shunga o'xshagan digital tovar sotayotgan paytda App Store shunga majburlaydi. O'zida ham xuddi shu qoidalarga amal qilgan. Ya'ni siz oldindan o'zingizni kartalaringizni qo'shib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Yana bitta muhim qismi, mana shu joyda sizni O'zbekistonda ochilgan Visa kartangizni qabul qilmasligi mumkin. Ya'ni Uzcard bilan to'lay olmaysiz hozircha, bilmadim videoni qachon ko'ryapsiz. Lekin hozirgi 2025-yil 7-may sanasiga ko'ra siz Uzcard va Humo orqali pul to'lay olmaysiz. Faqatgina Visa yoki Mastercard orqali to'lashingiz mumkin. O'sha O'zbekistonda ochilgan Visa yoki Mastercardni qabul qilmasligi mumkin men bu yerda. U qanaqa holatda bo'ladi? Sizni shu device'ingizdagi region O'zbekistondan boshqa hudud bo'lib qolgan bo'lsa, O'zbekiston kartasini qabul qilmaydi. Uni qabul qildirish uchun siz o'sha o'zingiz maxsus settingsga o'tib, sistemning nastroykiga o'tib, hududingizni O'zbekiston ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Shundan keyin O'zbekistonda ochilgan istalgan turdagi Visa va Mastercard kartalarini qabul qiladi. Xo'p, hozir men bu yoqqa karta qo'shib o'tirib vaqtimni ketkazmayman. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Nima? Ba'zi bir resurslarda ko'rdim, GPT bilan maslahatlashganimda, qara, seni shu protsessing tezlashi uchun sen ochgan iCloudda history bo'lishi kerak. Payment history va installment history bo'lishi kerak. Qanaqa u? Yangi iCloud ochdingmi, hech bo'lmasa App Store ga kirganda bironta ilovani install qil, ya'ni qurilmanga o'rnatdi. O'sha ishni bajardim va undan tashqari senda payment history bo'lishi kerak, что seni protsessingni tezlashtirishi uchun dedi. Men nima qildim? Mayli, okey, ketibdi dedim va App Store orqali bironta oplata qilishni xohladim, to'lov qilishni xohladim va Telegramga kirdim. Shunchaki 100 ta Star sotib oldim. Bu menga adashmasam $229 ga tushdi. Mayli, history uchun, ya'ni protsessini tezlashtirib $100 riskka qo'ymaslik uchun o'qidim. Siz ham buni xohlasangiz qilishingiz mumkin, xohlamasangiz qilmasligingiz mumkin. Bu shunchaki tavsiya, ya'ni GPT tomonidan berilgan rekomendatsiya edi, lekin bilmadim buni qanchalik roli bo'ldi. Balki shu sababli ham menda bir kun ichida ishim amalga oshib ketganda, что App Store menga fraud ko'z bilan qaramagan. Вот istoriyasida oplata bor, Telegramdan to'lov qilgan va uni onasi uстановка qilgan degan qarash orqali tezlashib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga tavsiya, albatta o'sha yangi iCloud ochgan bo'lsangiz bitta appni uстановка qiling va o'sha payment history paydo bo'lishi uchun biron narsa sotib oling App Storedan. Va undan keyin nima qilamiz? Qaranglar, keyin bizda App Store'da Apple Developer degan приложение bor. Bizning qolgan ishimiz o'sha yerda davom etadi. Apple Developer kirasiz. Mana shu приложение chiqadi va mana shuni uстановка qilib olib, ichiga kirasiz. Ichiga kirganingizda e'tibor bering, account qismida biz hozirgi ya'ni o'zimiz to'lov qilmoqchi bo'lgan akkauntimiz bilan kirishimiz kerak. Menda o'sha variant chiqdi, Testov Uzbek bilan kirdida. Mana kirdim. Hozir to'lov qiladi. To'g'ri tushunasizlar, Apple'ni bilmas, serverlar juda ham sekin ishlaydi negadir. Va hammasini o'qib chiqib egligini bosasiz. Har bittasini o'qing, sizdan chiqmasin. Oxirigacha o'qing. Men oldin o'qiganim sabab hozir o'qimadim. Xo'p, o'qiganim sabab. Endi ko'rib turibsizlar, mana shu yoqda Enroll Now degan knopka bor, Enroll Now. Va mana shuni bosamiz.
Xo'p, mana oradan 1-2 kun o'tdi adashmasam, mana shu bo'yi qo'lim tekkani yo'q, lekin endi ochib qaraganimda bizga enrollment degan imkoniyat berdi, ya'ni qolgan ishimizni davom ettirishimizga. Faqatgina biz ushbu ishni endi webda davom ettiramiz, ya'ni bilsanglar appledeveloper.com degan sayt bor, ya'ni o'zining shu platformasi Apple'ni. Shu yoqqa kirsak, bu yerda ham bizani o'zimizning shu akkauntimizga sign in qilishni so'raydi. Sizlarga qaytib kirib ko'rsataman, men bitta kirib qo'yganim tayyor. Bu yerdan o'zimizga kerakli akkauntni tanlaymiz va o'tkazib yuboradi. Buni qaranglar, sababi nimaga bizda webda davom etyapmiz? Chunki men boyagi programmamizda qayta bosganimga mana men enroll now degan knopkani berkitib qo'ydi va faqatgina link orqali mana shu sayt orqali enrollment davom ettirishni aytdi. Endi esinglarda bo'lsa, videoni boshida men ham aytgan edim, meni o'zim akkaunt ochayotgan paytimda shunaqa qon bo'ldim. Ya'ni bunchalik bo'lgani yo'q, chunki qayta enrollga zaпрос jo'natganim yo'q unda. Har xil device'larda ochdim, ya'ni aytganimdek Apple ID'ni MacBookda ochib oldim va qolgan setuplarimizni karta qo'shishlar va purchase'larni aytganimdek Telegramda nimadir sotib olishlarni men telefondan amalga oshirgan edim. Ya'ni shunaqa joylari bor, shunaqa qismlari bor. Endi o'sha kuni nimaga ishlamay qolgan edi, nima sababdan bizga qolgan joyga dostуп bermagan edi desak, javobimni topdim nimagaligi. Ya'ni bilsanglar, hozirgi kunlarda shunaqa muammo bor. Apple serverlarida, ya'ni O'zbekistondan kiradigan bo'lsangiz, ayniqsa Uztelekomning internetidan kiradigan bo'lsangiz, negadir kirgizmaydi. Negadir shu Uztelekomni Wi-Fi bilan kiradigan bo'lsam, menda mana shunaqa holat bo'ladi. O'sha holatlarda men o'zimni точка доступimga, telefonimni точка доступimga ulab kirardim oldin, lekin o'sha kuni meni bilmadim, MacBookimda qanaqangadir nosozlik kuzatildi va shuni hisobiga bilsanglar, meni точка доступimga ulanmadi. Agar videoda qolgan bo'lsa, o'sha qismi qolgan, ko'rgansizlar, bo'lmasa aytib qo'yaman, ya'ni точка доступimga ulanmadi. Nimaga bunaqa muammo bo'lganini tushunganim yo'q. Ozgacha o'tgandan keyin o'ylasam, ulanib ketdi, muammo bo'lgani yo'q. Xo'p, endi o'zimizning qismimizga qaytamiz. Ya'ni webda mana shu qismga kirib keldik. Ko'rsatdimi qaysi knopkani bosganimizni? Bitta haqiqat degan bo'lsa, mana bu yerda enroll today degan knopka bor. Mana shuni bosamiz va bu yerda o'zimizga kerakli ma'lumotlarni to'ldiramiz. Masalan, biz test dedikmi, to'g'rimi? Test. Masalan, bu yerda telefon raqamini kirgizamiz. Voy, shuncha o'xshaydigan narsa paydo bo'lyapti. Tak, telefon raqamini kirgizamiz, adresni kirgizamiz, cityga Toshkentni kirgizaman va o'zingizlarni zip kodinglar, ya'ni post kodinglarni kiritishinglar kerak bo'ladi. Buni muqaddam olaman desanglar, juda ham muhim bilsangiz, hozir Uzpost yaxshi ishlagan. Avvallari bo'lmasida Uzpostga kirib, mana bu yerda pochta bo'limini qidirish degan qism bor. Mana shu yoqdan o'zingiz turgan joyni kartada ko'rib, eng yaqinini tanlab kirasiz. Masalan, bitta 29 ta bor ekan, masalan, Zarkentda bizda mana shu indeksdagi pochta bor ekan. Mana shuni sanan olaman deb men trostda qo'yib qo'yaman. Mana ko'rsa manba. Hop. Continue ni bosamiz. Xudo xohlasa keyingi stopga wow. Webdan ham imkoniyat bermayapti. Prikol tomoni qiziq. Ya'ni nimaga unaqa qilyapti bilmadim. Webdan ham bizga imkoniyat bermadi. Qiziq holat. Meni o'zim akkauntni webdan bermaganda oxiri telefondan qildim. Ana endi men sizlar bilan telefondan amalga oshiramiz bu. Xo'p, qaranglar, har qancha harakat qilsam, meni device'imda bu enrollni davom ettirishim imkoniyat bo'lmayapti. Ana shu qolgan qismini, sizlarda chiqadi katta ehtimolim bu qismi. Ana o'sha qismini men sizlarga boshqa bir videodan ko'rsatib beraman. O'zi ikkitagina step qoldi, to есть kichkinagina stepchalar qoldi. Ana o'shalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop. Nimaga bu? Mana shu qismda o'tganingizdan keyin buni o'zini o'chirib qo'yaman. Qaranglar, biz mana shu qismda to'xtab qolgan endi danlarimizni to'ldirdik va continue ni bosamiz. Continue bosganimizdan keyin mana shu yerda bizda nima so'raydi? Akkauntimizdan tarifini so'raydi. Biz individual tarifni tanlaymiz. Ya'ni men individual shaxs sifatida o'zimni proyektlarimni chiqaraman degan narsa. Ya'ni siz kompaniya emas, oddiy jismoniy shaxs sifatida akkaunt ochmoqchiligingizni aytasiz. Va bu tanlagandan keyin wow, normal narsalar o'tib ketib qolman. Okay, continue bosamiz va bu yerda okay ni bosib, continue yana bosib ketishimiz kerak. Va bizga mana shu yerda enrollment ID chiqadi. Mana shu yerda eng pastiga tushib, siz summani to'lashingiz kerak bo'ladi. Pastroq tusha qol. Mana purchase ni bossangiz, sizni o'zi purchasengiz yaraladi va siz boyaga o'zingiz Apple ID'ingizga qo'shgan nima? Kartangizdan pul yechiladi va sizga o'z SMS ko'rinishida javobi keladi. Ya'ni sendan pul yechildi,
degan sizga bankingizdan SMS keladi va email qabul qilasiz Apple'dan. Emailda sani to'lovingni biz hozircha oldik, biz senga 48 soat ichida javob beramiz degan xabar keladi. Mana shunaqa. Biz esa Apple'ga rahmat aytgan holatda bundan-da normalniy odamga o'xshagan servis ishlab chiqarishini so'rab qolamiz, chunki meni jonimga tegdi bu Apple bilan ishlash. Bilmadim qanchalar bo'lishi kerak Apple bunaqangi rasvo servislarni $100 olib bo'lsa ham ishlab chiqarishi uchun. Xullas, hozir men bu videolarni ulab chiqaraman. To'g'ri tushunasizlar, majbur bo'ldim chunki 4-marta bu videoni olaman, lekin meni deviceimdan Apple ruxsat bermayapti. Lekin mana shu men hozir steplarni ketma-ketlikni chiroyli qilib montajda to'g'rilab qo'yaman. Ana o'sha ketma-ketlikni amalga oshiradigan bo'lsangiz, sizda muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Muhimi menga o'xshab ko'p try qilib tashlamaysiz, siz device'ingizni ham bloklab qo'yish mumkin. Mana shunaqa ahmoqona, uni tushunib bo'lmas nimadirlarni, masalan, byurokratiyalar yokida ishlari bor. Xullas, steplar esingizda qolgan bo'lsa, birinchisi yangi Apple ID ochasizlar, ikkinchisi o'sha Apple IDga Visa karta qo'shasizlar, uchinchi App Storedan bironta bir prilojeniyani skachat qilasizlar va iloji bo'lsa bironta bir xarid amalga oshirasizlar. Aytganimdek, Telegramdan Star sotib olishinglar mumkin mana shu App Store'dagi Visa kartalar orqali. Undan keyin qilishinglar kerak bo'lgan narsa Apple nimamda Developer degan programmasini ustiga qilib, mana shu yerdan enrollment qilasizlar yokida boy hozir ko'rsatgandek videodan, webdan enrollmentni davom ettirsanglar bo'ladi. Va o'sha yerda purchase knopkasini bosasiz, sizning kartingizdan pul yetishgani haqida xabar keladi, yoki pul yetarli bo'lsa, yetarli bo'lmagan bo'lsa pul yetmadi deydi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. $99 yozgan, $100 dan oshirib qo'yib qo'yavering, shtobi har qanday holat uchun, chunki o'z 1, 2, 3 marta try qilganingizdan keyin mana bunaqa bloklab yuborishi mumkin. Ya'ni siz qon bo'lasiz. Va o'sha pulni yechgandan keyin 48 soat davomida kutasiz, sizdan javob kelishini kutasiz. Menga masalan 1 kun ham ketmadi javob berishi uchun. 2 kun ichida javob olmasangiz, supportga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, videoni oxirida e'lon qilib o'taman. Agarda siz shunchaki $99 sarflash niyatim yo'q, yiliga shunchaki ilovamni chiqarsam bo'ldi deydigan bo'lsangiz, mana shu akkauntga yokida pastda UMD Group admin degan akkaunt bor, ana o'sha akkauntga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga o'zimizdan servisimizda ilovangizni App Store yoki Google Play ga normal, ya'ni o'rtacha hamyonbop narxlarda chiqarib berishadi. Ya'ni o'zimizning servisimizda. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, izohlarda kommentlaringizni yozib qo'ying va do'stlaringizga share qilib qo'ying. Kanalga a'zo bo'lishingizdan chiqmasin va albatta loyihani qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz, pastdagi tirikchilik sayti orqali bizga da'vat qiling. So'mlik valyuta bilan qo'llash imkoniyati bor. Xo'p, sizlar bilan men Samandar Ahadjonov bo'ldim. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.